Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugungi ishimiz mana Panjgan shahridan tugadi. Bugun 19-iyul 2025-yil. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek mana bu joylarni qildik. Mana bu joylari frontonlamasini qilganmiz qoshini. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. Juda ham chiroyli fasonda bo'lgan. Ichkarilariga mana kosmos fason qilib berganmiz. Mana ekan. Kosmosimiz 210 bo'lgan, 210 ga 210. Ana shu qora joylari 4 mm alikobondan bo'lgan. Mana bu tilla joylari mana o'rstiklar bilan akril qo'yilgan. Mana bu o'rtasi ham akrildan, tilla akrildan bo'lgan. Tunka bilan shakllanib oq tunka bilan shakllanib tunka perforatsiyaga kombinatsiya qilib urilgan. O'zingizlar bitta baho berishingiz mumkin. Bundan oldingi holat qanaqa edi, bundan keyingi holat qanaqa keldi. Mana bu balkalari dab-dala qiyshayib yotgan hamma tomonni ko'rgan bo'lsanglar, biz xulosa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib urib berdik. Bu tomonlari ochiq edi, ko'rgan bo'lsanglar, bu tomonga straplarni qo'yib, tunkalarni urib, kirichlarigacha qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bari o'zi ikkiga bo'lingani uchun o'rtasida balkasi bor edi. Kesim poyiz qo'yilgan, o'shaning uchun ikkita o'rinda qilingan. Ikkita hovuz bo'lgan bu yerda aziz tomoshabinlar mana. Bu tomonlari mana kombinatsiya qilingan. Lampochka qo'yadigan joylari. Ko'rishingiz mumkin. Qora tunga, shakllanib tunkadan kombinatsiya qilib ishlangan ikkita joyga, lampochkaning joyiga. Bu tomonlari esa kosmos fasonda bo'lgan. Mana bu tomonlarni ham chiroyli qilib berganmiz. Tarnovlarni ham qo'yganmiz o'zimiz. Ko'rishingiz mumkin mana xudo xolasa. Juda ham chiroyli bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa biz doimo sizlar uchun xizmatdamiz aziz tomoshabinlar. Kosmos gullari kerak bo'ladimi, kosmos tayyori kerak bo'ladimi? O'zbekistondagi bilan Tojikistondagi narxi farqi bo'ladi. Nimaga deganda, O'zbekistondagilar MDFdan ishlaydi, biz alikobondan ishlaymiz. O'sha original 4 mm alikobondan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin mana. Yaltirab, cho'tib turadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin. Mana biz doimo xizmatdamiz sizlar uchun. Panjgandagi ishimiz. Shaharni o'zida bu tugatdik. Xudo xolasa endi boshqa obyektimizga o'tamiz, yangi obyektimizga. O'zingizlar ko'rib bitta baho berishingiz mumkin. Qilinmayotgan ishlarga juda ham ajoyib, xudo xolasa. Juda ko'p ustonikini ko'rsalar, burchagiga bunaqasiga yastik tushib qoladi, ya palasa tushib qoladi. Bunaqa narsa yo'q. Bitta tunikadan chiroyli qilib ishlangan mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqasiga yastik bo'lib qoladi, ya palasa qo'yib qo'yadi. Bizda unaqa degan narsa yo'q. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqaverasizlar. Doimo tan joningiz sog' bo'lsin aziz tomoshabinlar. Kanalimizga yangi bo'lsalar, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Doimo sog' salomat bo'linglar.